Samolyotdagi g'alati voqea. Xullas biz Sharm-el-Sheyxga uchib ketayotgan edik. Ovqatlarni tarqatishni boshladik. Shu payt men o'ng qo'limda bitta yosh katta onaxon bilan ota o'tirgan ekanlar. Ularga qarab, nima ovqat yeysiz? Tovuq go'shtimi, mol go'shtimi deb so'rasam, otaxon menga qarab, deyaptilar-da. Men hayron qoldim. Bu narsa xolavasmi deb so'rasam, yana deyaptilar-da. Unda fortichkaga ko'rsatyaptilar-da. Bunda qilyaptilar. Keyin aytaman, "Ochishingiz bo'ladi fortichkani." Ochyaptilar-da. Shunda og'zidagi nosini olib, tulayaptilar fortichkaga. Voy durra. Endi anu oqyapti, voydod. Tasavvur qilgan bo'lsanglar, achinaman hozir sizlarni psixikanglar hozir pastradatsiya qildi kamida. Oqib pishyapti, ana otaxon hayron, onaxon baqiryaptilar. Shu yerda ham meni sharmanda qildingiz deb. Butun salon bilgandan keyin kulishni boshlayapti biz bilan qo'shilib. Otaxon nima deb o'ylagan ekanlar? Samolyotda ham xuddi mashinaga o'xshab oynalari bor va uni oynasini ochib, tashqariga nosi shuni tuflab yuborsa bo'ladi.